Men. Madad Shahabbos. Men. Maqsud Jahongir. Men. Aves Qutbek. Men. Bamahawa Kavsar. Men. Karimov Islom. Men. Tursunbayeva Zarina. Men. Maqsudova Jasmina. Men. Alonazar Sohibjon. Men. Bugun darsimizda hamma bor ekan-a? Ha. O'tgan darsimizda bizlar sizlar bilan yopiq urug'li o'simliklar haqida tanishgan edik. O'tgan darsimizga kimlar tayyor? Sohibjon. Hozirgi vaqtda yopiq urug'li o'simliklar 250 mingdan ortiq turi ma'lum. Yopiq urug'li o'simliklar ikki sinfga bo'linadi. Bir palaylar va ikki urug' palaylar. Ikki urug' palaylarning murdagi ikki urug' palayli bo'ladi. Barga birog'an patsimon, panjasimon ta'mirlangan. Poyasi kambili, yo'g'onlasha oladi. Bir urug' palaylar. Murdagi faqat bir urug' palayli bo'ladi. Barg yaprog'i yoysimon yoki parallel ta'mirlangan. Yoyasi kambisiz, yog'lasha olmaydi. Gulqo'rg'on oddiy. Endi seni o'qiganing bo'yicha men sana savol beraman, xo'p? Hozirgi vaqtda yopiq urug'li o'simliklarning qancha turini bilasan? 250 ming. Молодец, o'tir. Islom. Ikki urug' palaylarning murdagi ikki urug' palayli va barg yaprog'i patsimon panjaralar ta'mirlangan. Poyasi kambili, yo'g'onlashgan bo'ladi. Endi yopiq urug'li o'simliklar necha sinfga bo'linadi? Barakalla. Demak, yopiq urug'li o'simliklarning urug'i meva ichida yetilganligi sabab yopiq urug'li o'simliklar deb ataladi. Hozirgi kunda yopiq urug'li o'simliklarning 250 mingdan ortiq turi mavjud. Qilichbek, endi sen menga bir urug' palaylarga xos bo'lgan ma'lumotlarni ayt. Murdagi faqat bir urug' palaylar bo'ladi. Bir yaprog'i yaksimon yoki parallel ta'mirlangan, poyasi kambisiz, yog'onlasha olmaydi. Gulqo'rg'on oddiy. To'g'ri, молодец. Endi sen savolim bor. Bir urug' palaylar. Urug' palaylarning urug' palayasi nechta bo'ladi ekan? Bitta. Qaranglar, hurmatli o'quvchilar, men sizlarga o'tgan darsimiz bo'yicha tavsiya metodini tayyorlab kelganman. Bu metodni hozir tushuntirib o'taman. O'tgan savollar yuzasidan savollar berilgan, savoli bilan javobini birlashtirib chiqasiz va ma'lum bir shaklni paydo qilasiz. Bir, ikki, uch, boshlang. Savol bilan javobni birlashtiramiz. Demek. To'g'ri. 100% to'g'ri ishlabdi. Qilichbek bilan Salohiddin. To'g'ri ishlagan. Meva ichida to'g'ri. Dono Guldoshlar oilasi. Oilasining bu formulasi bilan sizlar bilan birga hozir tanishamiz. Glukozachasi 5, glukozlarga 5 qo'shilmagan, chaychisi ko'p, urug'chisi ko'p yoki bitta bo'ladi. Endi buni ikkinchi gul formulasi bilan tanishamiz. Glukozachasi 5, glukozlarga 5 ta, chaychisi cheksiz, urug'chisi bitta. Endi bu oilaga mansub tropik mintaqalarda uchraydigan 3000 ga yaqin turdagi daraxt, buta, ko'killik o'tlar kiradi. Barglari poyadan navbat bilan joylashadi. To'g'ri, gullari esa to'g'ri ikki jinsli hasharotlar yordamida changlanadi. Guldoshlar oilasiga mansub o'simlik vakillari bizga tobulg'i, olma, olcha, kamxastak, nok, bodom, maymunjon kabi o'simliklar turkumlari kiradi. Shulardan eng keng tarqalgani namatak turkumiga oid namatak. Oddiy ravnaq
birgalikda namatak bilan tanishamiz. Namatakning bo'yi 3-4 metr bo'ladi. Buta holatida bo'ladi. Barglari to'qpasimon 5-9 yaproqchali bo'ladi. Gullari esa oq pushti rangda iyul oylarida gullaydi. Mevasi soxta, to'q qizil, uzunchoq, tuxumsimon bo'ladi. Uzunligi 2 sm tashkil etadi. Mevasi tarkibida juda ko'p qattiq urug'lar bo'ladi. O'zbekistonda namatak turkumiga mansub 13 ta tur o'simlik o'sadi. Namatak madaniy atirgullarning yovvoyi turi hisoblanadi. Atirgullarning yer yuzida 10 mingga yaqin turi bor. O'zbekistonda esa 340 ta navi ekiladi. Namatak mevasi inson salomatligi uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Tabiatda Alzheimer kasalligining oldini olishda keng foydalanadi. Uning tarkibida darmondori, limon kislota, oshlovchi va boshqa moddalar bor. Undan keyin O'zbekistonda keng tarqalgan olma turkumidan 5 tasi, nok turkumiga oid nok turkumidan 7 ta navi ekiladi. O'zbekiston Respublikasi qiziq kitobiga vatandoshlar oilasidan 2 tasida qiziq kitobga kiritilgan. O'rta Osiyo noki va Olga Sarbariyasi. Bugungi mavzumiz shular edi. Savollaringiz bormi? Yo'q. Unda mana shu darslikni, mana shu mavzuni mustahkamlash asosida sizlar bilan birgalikda metoddan foydalanamiz. Demak, Faxriddin boshlaymiz. Keling. Bugungi darsimizda menga faollik ko'rsatgan Salohiddin, Abdujalil, Doniyor, Jasmina, Kavsar, Sohibjon, Islom hammangizga 5. Mavzuga tayyorlanmay kelgan o'quvchilarga esa uyga vazifa berib yuboraman, qo'shimcha darsliklar berib yuboraman. Sizlarga uyga vazifa sifatida ronaldodoshlar mavzusini o'qib, gapirishga tayyorgarlik ko'rasiz, savollarga javob yozasiz va ronaldodoshlar oilasiga mansub o'simliklardan 3 tasini rasmdan chizib kelasiz. Bugungi mavzu tushunarlimi? E'tiboringiz uchun tashakkur, hammangizga rahmat.